Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Sizlar uchun Boran zapravkadan girib kelaverishda yo'l ustida joylashgan hovli joyimizni ko'rsatib o'tamiz. 2 qavatli bo'ladi. 2 qavatida yashash uchun bunda o'zi podvali bilan hisoblaydigan podvalan balandligini hisobidan 3 qavatli joy deb aytsak ham bo'ladi. 3 qavatli joyimiz bo'ladi. O'zini pajani xodlarına ega bo'ladi joyimiz. Yana ko'rishingiz mumkin. Bemalol mashinalar sig'adigan o'zini pajani xodlarına ega. Oldlari porni burchakkalar qilingan, ko'rishingiz mumkin. Fasadlari tayyor. Hovli joyimizni shunday hovli joyimiz yana eshik romlarini yaxshisidan sifatlisidan qo'yilgan bo'ladi. Travertillari hamma narsasi bo'lgan, fasadlari joyimizni podval qismini ko'rsatib o'tamiz. Podvaldan bir kamida 3-4 mashina sig'adigan bo'ladi ekan. Isitish tizimiga keladigan bo'lsak, podvalimizda registrlar bo'lgan, registrlar o'tgan ekan podvalimizda. Podvalimiz uyimizni polni podval. Görüşürüz mümkün. Registrlar o'tgan, isitish tizimlari уже ishlab turibdi. Menda isitish tizimlarini ko'rishingiz mumkin. Stelni kotyollar qo'yilgan. Vaqtamonlarni ko'rsatamiz. Vaqtamonlarimizdan porni burchatkalar bo'lgan. Burchatkalarni yonida xalosozda zeleniy zona sezlar bo'ladi. Bu yerda yana barbekyu uchun joylar qoldirilgan. Endi yana buralar ham, ya'ni svetlar ham qo'yilgan ekan porni vaqtamonimizda. Görüşürüz mümkün. Hazır bir qator chanlardan danıştırıp o'tamiz kuzatuvchilarimiz sizlar uchun. Shunda podvalimizni ko'rsatdik. Podvalimizdan pakrovkadan chiqib tayyor bo'lib turibdi. Yerimizdan bir qator unumli foydalansak bo'ladi ekan bu yerda kuzatuvchilarimiz. Shunda qaytolimiz texnik qaytol qo'yilgan. Görüşürüz mümkün. Yanda aristonlar ham bor ekan. Nasozlar ham shu podvalimizda joylashgan bo'ladi. Aristonlar ham bor. Bu yerdan ham aytib o'tganimizdek unumli foydalansangiz bo'ladi. Tadbirkor og'alarimiz bo'ladigan bo'lsa, bu yerlarda mashinalarni qo'yib turib, mashinalar yonidan shuncha keng joyimiz bor. Yonlarda bu sklad o'rnida ishlatsalar bo'ladi. Xohlasangiz ishlab chiqarish qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni o'zlaringizning kichik firmalaringiz bo'ladigan bo'lsa, shularni qator variantlarni ishlab chiqsangiz bo'ladi. Kuzatuvchilarimiz. Kuzatuvchilar, uyimiz porni tayyor holatda sotiladi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Umuman yashalmagan yangi hovli joy. Ayna ramlarini ko'rib turibsizlar, yaxshisidan sifatlisidan qo'yilgan bo'ladi ekan. Kuzatuvchilarimiz, bismillah deb chanlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bizni ko'rib turibsizlar, kuzatuvchilar. Pastlarimiz porni laminat pol bo'lgan, laminat polni temi hamma yeri uyimizni butun 2 qavat ham isitish tizimlari topli pol bo'lgan. Faqat podvalimizda registrlar bor. Qolgan birinchi va ikkinchi qavatlarimiz topli pol bo'lgan va plitadan bosirilgan bo'ladi joyimiz. Kuzatuvchilarimiz yana ko'rishingiz mumkin. Bu yerimizda vodoprovodlar ham kelgan. Issiq sovuq suvdan hech qanday muammo yo'q. Gazli svetindan ham muammosi yo'q. Kuzatuvchilarimiz yana ko'rishingiz mumkin. İşlerini ham alohida e'tibor etib o'tasizlar. Yaxshisidan, sifatlisidan qo'yilgan bo'ladi. Katalog qismlarimiz aboylar bo'lgan, lyustralar ham qistirilib turibdi. MDF kataloglar. Yanımız zalimiz bo'ladi. Zalimizdan ko'rishingiz mumkin. Lyustralarning kattasidan, katta razmerdagisidan qo'yilgan bo'ladi. Kamida 1.20 razmer bo'lsa kerak. Mana ko'rib turibsizlar. Ravorlarimiz, televizor qo'yiladigan joylari, ularimiz porni aboydan chiqib turibdi. Aboyimiz ham atachan to'qil aboy etilgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bunda mana televizor joylari, Wi-Fi'lari, yana antennalari, hamma narsasi kelib turibdi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, pardalarni ham ko'rishingiz mumkin. 100% tayyor joyimiz, to'g'ri kirib yashayveradigan. Faqat o'zlaringiz bilan ko'rpa döşeyleringizni yetkazsangizlar bo'ldi. Qolgani tayyor. Shuni tayyor hovli joy kerak men uchun. To'g'ri borib yashayjakman, to'ylar qilajakman shu joyda deganlar uchun zo'r joylarimiz. Mana ko'rsatamiz. Keladigan bo'lsak, lestitsamiz joylashgan bo'ladi. Hozir biz to'g'ridagi xonalarni ko'rsatamiz. Bu yerimizda vanamiz joylashgan bo'ladi. Ya'ni sanujayimizdan ko'rib turibsizlar. Unitazlari, vannalar va rakovinalar joylashgan bo'ladi. Yerimizda havo tozalash tizimlari qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar, porni kafel bo'lgan, bu yerlarimizdan topli pol bo'lgan. Kuzatuvchilarimiz
Akvaynalar koyun, akvay eshiklar koyulgan, huzurga chiqasizlar. Yine yanımız. Şimdi da girsak, birimiz spalni bo'ladi, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Spalni xonamizdan razmerlari ajoyib. Ko'rishingiz mumkin, tepalari natijali patolog bo'lgan va high-tech uslubida illyustralar ham qisilib turibdi ekan. Eshiklarimizni ko'rsatib o'tamiz. Hammasi sifatlisidan qo'yilgan bo'ladi. Ayollarimiz uchun eng yaqin joyini ko'rsatib o'tamiz. Yana hurmatli kuzatuvchilarimiz, ya'ni oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamizda mebellarni ko'rsatishdan oldin sizlarni aytib o'tamiz. Bizimiz poli kafel bo'lgan ekan, kafelimizni teyishi cho'pli bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar. Aboylardan chiqib, yana berlar ham 100% tayyor holatda. Esa ayollarimiz uchun eng yaqin joyi kuxinni mebelimiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Hozirgi eng so'nggi dizaynda kuxinni mebellar qo'yilgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Kir mashinalari necha joyda joylashgan bo'ladi. Kir mashinani oshxonada qo'yishning eng foydali taraflari kir mashinamiz namlikdan himoyalangan bo'lishining hisobiga zanglashi kam bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, berlar ham high-tech variantdagi illyustralar qo'yilgan, yanlari porni galogenlar bo'lgan. Oshxonamiz eng so'nggi texnikalar bilan jihozlangan bo'ladi. Kuzatuvchilarimiz ko'rishingiz mumkin, gaz plitalari, simsitlarni ko'rishingiz mumkin. Immernik kir mashinamiz ham 8 kilolik. Ya'ni bemalol xohlagan kirlaringiz bo'ladi bo'lsa, shu mashinada yusazlab bo'ladi. Yerimiz yana cho'pli pollarimiz o'tib turgan yeri, shunaqalari turibdi. Yerimizda yana biza 2 dona ko'rpacha qo'yib ko'tilgan ko'rpachalaringizni taxlab qo'ysangizlar bo'ladi. Xohlasangiz bektab bersangizlar ham bo'ladi. Bektab berib turib, garderobingizni qilib qo'ysangizlar ham bo'laveradi. Kuzatuvchilarimiz, uyimizni remontini ko'rdingizlar, hamma ma'qul keldi deb aytamiz. Eng so'nggi stildagi remontlar qilingan bo'ladi. Siz litsenziyamizni ko'tarilamiz deb qarab, litsenziyamizni ham ko'rib turibsizlar. Tepamizga chiqib borishimiz degan buralarimiz. Illyustralarimizni ko'rishingiz mumkin. Tepalari natijali bo'lgan. Ikkinchi qavatimizga ko'tarildik. Ikkinchi qavatimizda porni laminat pol bo'lgan, laminat polimiz tegi albatta cho'pli pol bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz. Tepa qavatimizga ko'tarilgandan to'g'rimizda, ya'ni sanuselimiz joylashgan bo'ladi. Shu birinchi qavatimizdan 2 kilodan olsa, ikkinchi qavatimizdan shunday. Dushovoylari, rakovinalar, unitazlari joylashgan, havo tozalash qismlari bor. Keyin ko'tarilgandan birinchi xonamiz, yerimiz spalni bo'ladi. Kuzatuvchilarimiz, xohlasangiz detskiy xona. Ko'rishingiz mumkin. Tepalari natijali bo'lgan. Aynalari bog' tomondan qaragan bo'ladi. Kuzatuvchilarimiz hamma yerda high-tech variantdagi illyustralar qo'yilgan ekan. Eshiklarimiz ham shu hamma xonaniki bir xil, faqat zalimizniki tashqari hamma xonaniki bir xil eshiklari qo'yilgan. Bunda keyingi xonamizga o'tamiz. Keyingi xonamiz ham spalni bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Xonamiz ham shu bog' tomondan qaragan bo'ladi. Gilamlarni ham alohida e'tibor etib qo'yasizlar. Yaxshisidan bo'shalingan, porni tayyor holatda. Yonimiz zalimiz bo'ladi. Tepa qavatimizda 2 dona zal joylashgan bo'ladi ekan. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, zallarimiz ham razmerlari katta. Uyimizda umumiy maydoni 200 metr kvadratda joylashgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, hurmatli kuzatuvchilarimiz, pardalargacha qo'yilib tayyor turibdi. Ish holatida tashkilotda joyimiz. Joyimizda umuman yashalmagan, bu yonida ko'rib turibsizlar, balkonlari bor. Balkonlardan chiqib o'tirmaymiz. Havas etganlar bir like bosib qo'yasizlar. Uyimiz o'zi havas etsa havas etkidigan darajada etib solingan ekan. Remontlar ham shunga yarasha zo'r etib qilingan. Illyustralarimizdan ko'rib turibsizlar, katta razmerdagilardan qo'yilib turibdi. Kamida bu illyustralarimiz shu 1.20 razmerda bor. Galogenlarimizni alohida e'tibor etib o'tamiz. Qimmat xil galogenlar qo'yilgan, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Hamma narsasini sifat
yetib yondashilgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Yangarini televizor joylari, konditsioner joylari ham qoldirilgan, hurmatli kuzatuvchilar. Yo'llarimiz oboy bo'lgan. Oboy bo'lgandan yaxshi xilasidan bo'lgan. Ya'ni attachment oboy deyiladi. Ular ham ko'rishingiz mumkin. Keyingi xonani ham ko'rsatib o'tamiz. Keyingi xonamizda ham yana bir zalimiz joylashgan bo'ladi. Ikkinchi qavatimizda hurmatli kuzatuvchilarimiz. Hamma xonamizda lyustralar katta razmerda qo'yilgan ekan. Mana ko'rib turibsizlar, razmerlari dim katta. Havas etsa havas etkiring joylar hurmatli kuzatuvchilar. Bemalol kelib ko'rib narxlarni kelishsangizlar bo'laveradi. Endi biz lekin hozir o'zlarimiz sizlar uchun zo'r narxda savdolashib qo'ydik joyimizni. Faqat naqd puldan bo'lsa, zo'r narxda savdolashdik. Hozir narxlarni ham aytib o'tamiz. Lyustralarni ham ko'rib o'tasizlar. Merimizda shu galogenlari qimmat kelasidan qo'yilib turibdi ekan. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, joyimizning narxiga keladigan bo'lsak, joyimizning narxi uy egasi $95,000 aytdilar. Joyimizning shu holatida, ya'ni tayyor holatida shu $95,000 aytdilar. Biz bu joyimizni kuzatuvchilarimiz kelishdik. Bizlar og'a dengel narxini aytaylik, biza klientlarimiz uchun eng arzonlarini ko'rsatishimiz kerak. Yaxshi uyimiz ham sifatli bo'lishi kerak, ham arzon bo'lishi kerak deb aytdik. Shuning hisobidan joyimizning narxini $95,000 dan $90,000 tushirdik hurmatli kuzatuvchilarimiz. $90,000 naqd pul ekkalsalar $90,000 beramiz dedilar. Biz aytdik, naqd pul ekkalsalar dedik. Shu hayrana, ya'ni shundan yana ozgina o'tib berish iloji bormi dedik. Naqd pul ekkalsalar gaplashamiz, ko'ramiz, lekin buning narxi hech qayerda aytilmagan. Ya'ni $90,000 hech qanday narx aytmaganmiz deb aytdilar. Kuzatuvchilarimiz $5,000 qaytartirdik joyimizning narxini. $90,000 menimcha arziydi joyimiz. Sababi men lokatsiyalar ham zo'r joylarda joylashgan va uyimizning remontlarini ozmuncha pul yetmagan ko'rib turibsizlar. Bemalol kelib ko'rib xarid qilsangiz bo'ladi. Shu uyni olgan odamlarga nasib etsin. Yaxshi kunlar to'y tomoshalar qilish nasib etgan odamlarga. Bizdan kuzatishda davom etasizlar. Like, podpiskalarni ayamaysizlar, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Kanalimizda yangi bo'lsangizlar, shu yaqinlar bilashib qo'yinglar. Qolgan videolarimizdan ko'rib chiqinglar. Siz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telefon nomerlarimiz har vaqt ekran pastida qoldirilgan bo'ladi.